Assalomu alaykum hurmatli meni yangi podpischiklarim. Mana o'tgan oldingi videomizda biz sizlarga zavodning ichki qurilishini ko'rsatgandik. Mana hozir sizlar bilan zavodning tashqi holatini ko'rsatamiz. Mana bu yerda ish qizg'in ketyapti. Biz zavodimizda 500 dan ortiq odamlar ishchilar ishlaydi. Xudo xolasa yangi yilgacha biz zavodni bitirib ishga tushiramiz. Mana bu yoqda zavodimiz qurilishi, bu tarafda esa mana bu yerda esa zavod ishchilariga oshxona, yotoqxonasi qurilyapti. Bu yerda zavodda ishlagan ishchilar kechasi yotib mana shu yerda ovqatlanishib, ertalab tushib zavodga ishga kirishadi. Bu zavodimiz bitsa, xudo xolasa 1,5-2 ming yaqin ishchi kuchi kerak bo'ladi. Yana sizlar bilan yangiliklarni bo'lishib qolamiz.